Shaharlarimiz odamlar uchun qulaylashmoqda. Bir yilda 250 mingta oila paydo bo'lyapti. Bu degan har yili mana shuncha uy-joyga ehtiyoj bor. Svet o'chib qolsa, lift ham ishlamaydi, suv ham chiqmaydi. Bu qanaqa qurilish bu? Va kim ruxsat bergan? Har bir turar joylarning orasida normativ bo'yicha masofa bo'lishi kerak. Yangi hayot shahari. Qurilgan joyda maktab ham bor, poliklinika ham bor, o'quv markazlari ham bor. Hamma aholi so'raydi. Gaplashib bering, rais buva 14 million. Katta shaharlarni qurishga e'tibor berilmaganda hozir bitta kvadrat metr narxi 14 million emas, 28 million bo'ladi. Prezidentimiz farmonlari bilan bu 50 bitta massiv hozir 60 bittaga ko'tarish vazifasi qo'yilgan. Bizdan keyingi avlodlarga faqatgina obod yurt, farovon mahallani qoldirishga sazovor bo'lamiz. Assalomu alaykum. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousi efirda. Shaharlarimiz odamlar uchun qulaylashmoqda. Bugun shu haqida gaplashamiz. Biz boshladik. Bugun yurtimizda har bir insonni hayot sifatini yaxshilash uchun qilinayotgan islohotlar haqida gaplashamiz. Bugun shaharlar, massivlar, turli xil mahallalar qurilyapti, bunyod etilyapti, uylar qurilyapti. Bularning barchasi xalqimizning farovon hayoti uchun xizmat qilyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, juda ham to'g'ri aytingiz. Xususan bugun shaharlar kattalashib, urbanizatsiya jarayoni yuz beryapti desak to'g'riroq bo'ladi. Endi ko'pchilik urbanizatsiya deganda yangi uylarning qurilishi, yangi massivlarning ochilishi deydi. Lekin urbanizatsiya bu bitta katta kompleks chora-tadbir hisoblanadi o'zi aslida, to'g'rimi? Chunki urbanizatsiya ostida nafaqat baland qavatli uylar yoki ko'p qavatli uylarning ko'p qurilishi, balki yonida o'sha insonlar qulayligi uchun bog'chani qurilishi, poliklinika qurilishi, maishiy xizmatlar uchun bir o'sha xizmat ko'rsatadigan idoralarning bo'lishi, to'g'rimi? Butun turar joylar kompleks rivojlanishi kerak. Ijtimoiy infratuzilma, muhandislik infratuzilma hammasi o'shalarni butunlay uyg'unlashtirish. Biza ijtimoiy infratuzilmalarni ta'mirlamasak hududlar, turar joylar kelib ketib uxlab ketadigan joyga ularni hammasini ijtimoiy infratuzilmalar bilan mana aytganingizdek bog'chadan boshlab to anaqa xizmat ko'rsatish, albatta, sport mana shular ham ta'mirlanganda ana o'shanda muvozanat bo'ladi. Muvozanatlik hudud bu demak yashashga imkoniyat beradigan. Bugun yurtimizda, ayniqsa poytaxtimizda juda ko'plab uylar qurilyapti va bu uylarda ertaga aholi to'la-to'kis yashashiga ishonsak bo'ladimi? Ya'ni bu uylar bo'sh qolib ketmaydimi demoqchimiz. Chunki aholi soni ham to'g'ri oshib boryapti, lekin undan ham ko'proq nazarimizda uylar qurilyapti-da. Bu yaxshimi? Bu qanday jarayon? Yo'q, bu sizning nazaringizda, mana O'zbekiston misolida tushuntiradigan bo'lsak, har yili o'rtacha 1 millionga ko'payapti O'zbekiston aholisi. 800 ming, 900 ming va o'rtacha bir yilda 250 mingta oila paydo bo'lyapti. Bu degan har yili mana shuncha uy-joyga ehtiyoj bor. Urbanizatsiyani mana hozir Murodxon aka tushuntirib berdilar. O'zbekiston hozirgi kunda faol urbanizatsiya jarayonlari kirib boryapti. O'shaning uchun ham bu siyosat ustuvor strategik ahamiyatga ega bo'lgani uchun mana prezidentimizning bevosita tashabbusi bilan urbanizatsiya uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi tashkil qilindi. Bunda qo'mitani tashkil qilishdan asosiy maqsad mana shu jarayonlarni to'g'ri muvofiqlashtirish, shaharlarni to'g'ri rivojlantirish. Bu masala strategik deb ataganim, chunki oxirgi paytlarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti alohida o'sha uy-joy dasturi bo'yicha kengashi bu masalaga juda ham jiddiy e'tibor qaratyapti. Chunki mana oddiy misol, butun dunyo bo'yicha hozirgi kunda 300 millionga yaqin aholi uysiz yashaydi. To'g'ri. Lekin undan ko'p uylar bo'sh turadi. 3 milliarddan ortiq aholi to'liqsiz uylarda yashaydi. Deylik, qaysidir muammosi bor, infratuzilmada yoki kanalizatsiya bilan bog'liq yoki suv ta'minoti bilan bog'liq muammolarda yashaydi. Shuning uchun ham oxirgi paytlarda siz boya aytganingizdek go'yoki nazaringizda uy-joy ko'plab qurilayotganga o'xshaydi, lekin aslida O'zbekistonni aholisi uchun, O'zbekistonning hozirgi rivojlanish sharoiti uchun bu yetarli emas.
yetarli emas. yetarli Bundan ham emas. ko'p qurilish kerak. Bundan ham ko'p qurilish kerak. Aslida biz rejalashtirilgan 2040-yilga borib uy-joylarning soni bundan bir necha barobar oshadi. Endi yana bir savol tug'ilyapti. Bugun massivlar qurilyapti. Ya'ni kichkina shaharchalar qurilyapti. Uy xarid qilgan borsangiz, u xarid qilmoqchi sotuvchilar aytayaptiki, mana nafaqat siz uyda, bu yerda bog'cha bo'ladi, supermarket bo'ladi, maktab bo'ladi, reklama qilishyapti. Va bu demak talablardan biri ekanligi uchun ham bugun quruvchilar bunga alohida ahamiyat berishyapti. Joy tanlashda, umuman hudud tanlashda, o'sha massivlarning qurilishida qanday mezonlarga asoslanadi? Otabek aka, marhamat. Yangi O'zbekiston massivlari O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 51 ta hududda amalga oshiriladi. Ya'ni 51 ta massivimiz bor hozir. Bu katta proyekt. Bu katta proyekt. Prezidentimizning farmonlari bilan bu 51 ta massiv hozir 61 taga ko'tarish vazifasi qo'yilgan bizga. Biz hozir buni bu ustida ishlayapmiz. Gameplanlar tasdiqlanyapti. Yangi O'zbekiston massivlarini tanlash bo'yicha Prezidentimizning PF26 sonli qarorlari qabul qilingan. Unga asosan infratuzilmaga, ya'ni tanlanayotgan massiv aytganingizdek infratuzilmaga yaqin bo'lishi, ya'ni aholi soni 70 ming aholi soni bo'lishi o'sha tashkil etilayotgan massivda o'sha massivni bog'cha, maktablar bilan to'liq ta'minlash, infratuzilmasi undan tashqari bu yangi O'zbekiston massivlarini infratuzilmasini o'sha auksion orqali tadbirkorlarga sotganda infratuzilmasini bir vaqtni o'zida bajarish, ya'ni dom bitgunga qadar, ya'ni o'sha uy-joy bitgunga qadar uni infratuzilmasi ham tayyor bo'lishi kerak va foydalanishga qabul qilinayotganda u kompleks, siz aytganingizdek bog'cha, maktab, sog'liqni saqlash va boshqa ijtimoiy anaqalar bilan maishiy xizmatlar bilan hammasini qabul qilinishi kerak. Otabek aka, savol bermoqchi edim, mana yana to'xtalaman. Nima uchun? Masalan, Toshkentda turamiz, Toshkent bizga yaqin bo'lganligi uchun. Masalan, Choshtepa massivini oladigan bo'lsak yoki o'sha yangi Toshkent massivini oladigan bo'lsak, ochig'ini aytish kerak. Avvallari u yerda har xil o'simliklar, har xil poliz ekinlar yetishtiradigan katta dala edi. Yer edi. Endi dalalar qisqarib, u yerda shaharlar bunyod etilyapti-da. Bu qaysi mezon asosida tanlanadi? Masalan, uni albatta mana shu qandaydir bir hosildor dalani ustiga qurish kerakmi yoki uni qandaydir bir o'zini bir belgilangan bir kriteriya, mezonlari bormi? Bu kriteriyalar bor. Bu qisqarib ketyapti-da dalalar. Masalan, ertaga men oddiy fuqaro iste'molchi sifatida xavotirga tushaman, chunki aholi oshgan sari bizga oziq-ovqat ham yetkazib berish ham oshishi kerak, parallel ravishda. Lekin biz hosildor yerlarni, ekin yerlarini qisqartirib shaharlar quradigan bo'lsa, ertaga qiynalib qolmaymizmi? Yo'q, u hammasi o'ylangan, oldindan o'ylanadi. Bizda katta loyiha tashkilotlari bor. Loyiha tashkilotlari buni o'rganadi, o'rganib taklif beriladi. Tuman shahar hokimliklari bor, viloyat hokimliklari, ular ham o'rganadi. O'rgangandan keyin u taklif beriladi. U taklif o'rganib chiqqandan keyin o'rganiladi yana. Mana misol uchun 1 yil kelajakka, misol uchun hozir PF29 da shunaqa tartib o'rnatilganki, tanlangan yer massivlari oldin viloyat, shahar hokimliklari o'rganib taklif beradi. Undan keyin u taklif yana kadastr agentligida o'rganiladi, boniteti tekshiriladi, yer boniteti baland pastligiga qarab, undan keyin u taklif yo'q qo'llaniladi yoki bo'lmasa sizni atkazib beriladi. Sizni o'ylantirayotgan masala boshqalarni ham o'ylantiradi. Shu mana shaharsozlarni, umuman shaharlarni rivojlantirish bo'yicha mutaxassislarni bu savolingizdan yana bitta narsa kelib chiqadi. Mana yaqinda o'sha shaharlarni renovatsiyasi bo'yicha qonun qabul qilindi, hali kuchga kirgani yo'q. Bu nima degani? Mana siz to'g'ri masala qo'yapsiz. Yerlar qisqarishi va ekin maydonlarini yo'q bo'lishi. O'shaning uchun ham boya aytdimki, shaharlarni yuqoriga o'stirish masalasi. Mana shahar hududida eski, mana 91-yilgacha qurilgan eski uy-joylar bor. Misol uchun 2 qavatli, 3 qavatli, umrini o'ta bo'lgan. To'g'ri. Misol uchun mustahkamligi tushib ketgan va umuman masalan o'sha joyda 3 qavatli uy o'rniga 16 qavatli ham 24 qavatli uy ham qurish mumkin aslida. Xuddi shu masala shaharlarni yuqoriga o'stirish masalasi asosida Toshkent shahrida 91-yilgacha qurilgan eski uy-joylar o'rnida yangi uy-joylar quriladi. Bu bosqichma-bosqich, endi birdan bo'lmaydi bu narsa. Endi urbanizatsiya masalasini birdan 1 yilda, 2 yilda bo'ladigan narsa emas. Bu 10 yil, 15 yil, 20 yil oldindan rejalashtiriladigan strategik masala. O'shaning uchun butun Toshkent shahar hududida ko'rib chiqiladi, o'rganiladi mutaxassislar tomonidan qaysi
uy joylar qaysi ko'p qavatli uy o'sha talabga javob bermaydi, infratuzilmasi eskirgan ko'p joylarda, misol uchun 50-60 yilda qurilgan uylar bor, uni o'sha suv o'tkazish tarmoqlari ham, kanalizatsiya tarmoqlari ham eskirgan, o'sha hududda yashaydigan aholi, o'sha uylarda yashaydigan aholini o'zi ham kutib turibdi-da, qachon bizni uy joylarimiz o'rnida yangi massivlar, chiroyli maktablar yoki boshqa uylar quriladi deb, bu savolingizga yana bitta javob, mana shunaqa renovatsiya dasturlari asosida ham yangi uy joylar quriladi. Mahfuza opa, siz mana shunday o'zgarishlarga qarashlaringiz qanaqa? Bugun shaharlashish juda jadallik bilan amalga oshirilyapti, ayniqsa poytaxtimizda. Avvallari mani bolaligimda domla qanaqa qurilardi? Domlani orasida yashil zonalar, bolalar maydonchasi, stadion, mashina qo'yadigan joylar bo'lar edi. Pojarniy mashina kiradigan, skoriy mashina kiradigan, mana shunaqa sharoitlar yaratilgan. Hozir endi qanaqa qurilyapti? Mana shu Al-Xorazmiy ko'chasida istiqomat qilsam, men Chilonzor 19-kvartalda oldin parlamentda bo'lardi kafe, o'sha yerda hozir korzinka qurildi. Eski domlar qurilgan, 4 etaj, orqasida yangi dom tushdi. Bitta mashina ham sig'maydi-da. Xudo ko'rsatmasin, agar nimadir bo'lsa, na pojarniy mashina kira oladi, na skoriy mashina kira oladi. Keyin u penoblokdan qurilgan-ku, svet o'chib qolsa, lift ham ishlamaydi, suv ham chiqmaydi. Bu qanaqa qurilish bu? Va kim ruxsat bergan shunaqa qurilishga? Kim ruxsat bergan? Bu mutasaddi odamlar kim, qaysi qo'li bilan qo'l qo'ygan? Keyin uni chirog'ini eski shitlarga ulab, kanalizatsiyasini eski kanalizatsiyaga ulab, u har bitta qurgan odam buni kim nazoratga oladi? Albatta, juda ham to'g'ri, aktual savol berdingiz. Bu savollariga javob keling. Birinchi navbatda mutaxassisligi hurmat, mutaxassislarning fikriga bo'ysunish. Mana aytyaptilar, muhandislik kommunikatsiya bo'yicha men sizga misol keltiraman. 80-yillarda Teogen plani deganni men ishtirok etganman. O'shanda bizning muhandislarimiz muhandislik kommunikatsiyalarni 130-140% qilib loyihalashtirganmiz. Ana o'sha 30-40% o'zini xizmatini ko'rsatib beryapti. To'g'ri. Lekin hozirgi quruvchilar ular qurayotganda masofalarni ishtirok bo'ysunishmaydi. Har bir turar joylarning orasida normativ bo'yicha masofa bo'lishi kerak. 1-2 qavatli imoratlarning orasida 15 metr. 3-4 qavatlining orasida 30 metr, 40 metr. Qancha baland bo'lsa, men masalan shaxsiy fikrim, turar joylar orientir nimaga olish kerak? Balandligini. Daraxtlarga. Daraxt balandligi ana o'sha orientir. Demak, 4-5 qavat asosan, xo'p, mayli 6-7 qavat. Undan ko'p katta imoratlar, turar joylarni qurish bu noto'g'ri deb o'ylayman. Keyin shaharsozlikda mutaxassislarni rejalashtirish bo'yicha mutaxassisligi quloq solish kerak. Bizani fikrlarimizni o'shalarni inobatga qilish kerak. Mahfuza opa ham, mana Murodxon aka ham to'g'ri muammolar aytdilar. O'z-o'zidan mana qo'mitani tashkil qilishdan asosiy maqsadlardan yana bittasi o'sha ruscha aytganda точечный застройка, ya'ni nuqtali qurilishlarni oldini olish. Nuqtali qurilish degani mana Mahfuza opa aytganlaridek, qaysidir domlar, ko'p qavatli uylar orasida bo'shroq joy qolib ketdi, shapib borib, qaysidir yo'llar bilan deylik o'sha egallab, o'sha joyda ko'p qavatli uylar qurish va uni hech qanaqa o'sha mavjud infratuzilmaga ulash va o'sha mavjud infratuzilmaga bosimni ko'paytirish holatlar juda ham ko'payib ketdi. Shaharda boshqa hududlarda ham, Chilonzorda ham, boshqa hududlarda ham misol ko'p. O'shaning uchun mana qo'mita tashkil qilinib, hozir prezidentimizning qarori bilan 3-4 ta juda ham muhim masalalar o'rtaga qo'yildi. O'shalardan bittasi endi quruvchi ko'p qavatli uy quradigan bo'lsa, birinchi navbatda 30% hududini yashil hudud sifatida loyihaga kiritish kerak. To'g'ri. Deylik, masalan, 10 gektar joyiga ko'p qavatli uy quradigan bo'lsa, albatta uni 3 gektari yashil hudud bo'lishi kerak.
agar mana shunaqa talabni bajarmaydigan bo'lsa, uni loyihasiga qurilishga ruxsat berilmaydi. Baxtiyor aka, men sizga savol bermoqchiman. Tadbirkor sifatida va bugungi kunda o'sha faol bir o'zingiz sohangizdagi inson sifatida bugun urbanizatsiyani plus minus taraflarini gaplashyapmiz-da. Endi plus tarafiga o'tadigan bo'lsak, urbanizatsiya mamlakat iqtisodiyotiga va tadbirkorlar faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Urbanizatsiya masalasiga, bu savolga to'xtalishdan oldin ikkita masalaga oydinlik kiritib ketmoqchiman. Birinchisi, uy joylarga talabi hozir qanchaligi bo'yicha. Har yili 100 mingdan oshiq uy joy quriladi, 110 mingta o'sha kvartira quriladi, 250 mingta oila, 250 ming oila bu yana quriladi. O'rtadagi farq 140 ming. Bu shu yerda o'zida defitsit bor. Birinchisi. Ikkinchisi, bundan men 3-4 yil oldin tahlil qilgan paytimda bizda oilalar soni bor edi, xonadonlar soni bor edi. O'sha vaqtda o'zida 2 millionga yaqin bizda uy joyga bo'lgan talab bor edi. Ya'ni 9 million atrofda xonadon, uy joy, kvartira hammasini qo'shib hisoblaganda 9 million edi. Oilalar soni 11 milliondan oshiq edi. Buni o'zida demak bizda 2 milliondan oshiq zarurat paydo bo'lgan edi. Hozirgi kunda bu jarayonni agar tezlashtirmasa, mana hozirgi dasturlarda, hozirgi hurmatli prezidentimizning topshiriqlarida har yiliga uy joy qurishni 2 karraga ko'paytirish masalasi ustuvor vazifa sifatida qo'yilyapti. Nima uchun? Chunki biz bu defitsitni tezroq yengib o'tishimiz kerak. Tezroq aholimizga qulay sharoit yaratishimiz kerak. Hozirgi kundagi masalan bir nafar fuqaroga to'g'ri keladigan uy joyi kvadrati agar 18 atrofda bo'ladigan bo'lsa, uni 23 ga ko'tarish masalasi ham bu bekorga qo'yilgan emas. Chunki ko'p biz aholimizni uy joy bilan ta'minlash masalasini hal qilishimiz kerak. Mana yuqorida savol berildi, yuqorida masala ko'tarildi. Hozir qishloq xo'jalik yerlarini, mana o'zingizlar ham ko'tardinglar, qishloq xo'jalik yerlariga qurilish qilinyapti degan masala. Bu juda ham Nurali aka ham yuqoridagi ekspertlarimiz ham juda to'g'ri aytildi. Bu har bittasi o'ylab qilinadigan narsa. Men boshqa nuqtai nazar aytmoqchimanki, har yili bu shaharsozlik yoki sanoat maqsadlari uchun qishloq xo'jalik yerini berishdan oldin undan oldin qilinadigan birinchi ish boshqa o'zlashtirilmagan yerlarni qishloq xo'jaligiga o'tkazish masalasi birinchi masala sifatida ko'riladi. Biz u yerni berishdan oldin avval boshqa o'zlashtirilmagan yerlarni qishloq xo'jaligiga o'tkazib olamiz. Masalan, o'tgan yilgi tahlillarni 200 ming gektardan oshiq yerlar o'zlashtirilgan. Ya'ni avval qishloq xo'jaligida bo'lmagan va u yerlarni o'sha holatini yaxshilash hisobiga 200 ming gektar yerni o'zlashtirib va bir qismini u 200 ming gektar yerga qurilishga ruxsat berilgan yo'q, kam qismiga ruxsat berildi. Bu ikkinchi jihati. Demak, biz bundan xavotir qilishimizga hojat yo'q. Endi yana boshqa jihati bor. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan aholini ta'minlash, oziq-ovqat xavfsizligi masalasida hozirgi kundagi berilayotgan e'tibor 1 gektar yerdan olinadigan hosildorlikni oshirishga ham juda ham katta ilmiy yondashuv bilan qishloq xo'jaligida ishlanganligi hisobiga bu masalani o'rnini qoplash masalasi ham ko'rilyapti. Ko'p odam Toshkent shahriga ishlash uchun kelardi. Mayatnikoviy migratsiya degan masala bor. Bu juda ham yuqori darajada edi. Hozir o'zini hududida juda ko'p qismi ish bilan ta'minlanishni boshladi. Va bundagi muhim masala yuqori maosh to'lanadigan ish joylarini o'sha hududlarda yaratish masalasi eng ustuvor vazifa sifatida ham belgilandi. Hozir qurilish sohasidagi mutasaddilarimiz bunga alohida e'tibor qaratyapti. Lekin sanoat, bu investitsiya sohasida ishlayotgan bizning mutasaddilarimiz ham aynan o'sha yangi tashkil etilayotgan shaharlarda yuqori maosh to'lanadigan ish joylarini yaratishga alohida e'tibor bilan investorlarni salohiyatlilarini o'sha joylarga yo'naltiryapti. Nima uchun? Chunki u joylarda biz yangi shahar yaratishimiz kerak, yangi infratuzilma qilishimiz kerak, yangi o'sha yuqorida aytildi, aglomeratsiyalarni biz barpo qilish kerak. Shuning uchun albatta bu yo'nalishdagi qilinayotgan ishlar juda ham hozirgi kunda aql bilan strategik jihatdan yondashilyapti. Urbanizatsiya deganda faqat Toshkent shahrini tushunmanglar. U Toshkent shahar biz 4-5 million aholi yashaydi. Vodiyda millionlik shaharlar paydo bo'lyapti. Samarqandda, Qashqadaryoda bu faqat Toshkentni rivojlantirish emas, faqat Toshkentga odamlar to'plash. Mana shu haqida ayting-da, chunki ko'rayotgan nimalarda faqat Toshkent hududlarda, Qashqadaryoda, Samarqand ham sekin-sekin millionlik shaharga aylanyapti. Xuddi shunday. Mana bu aytganda Farg'onada bu urbanizatsiya jarayonlari deganda nafaqat Toshkent, o'sha hududlarda kompleks rivojlantirish. Mana mahallalarda, hatto tuman shaharchalarda master rejalar ishlab chiqilyapti. Master reja nima degani? Master reja o'sha hududni kompleks rivojlantirishning dasturi. Qayerda nima qurilish kerak? Ertaga misol uchun iqtisodiyot qanday rivojlanadi? Aholi uchun qayerda maktab, qayerda bog'cha bo'lishi kerak? Misol uchun 10 yildan keyin bu hududda aholisi qancha bo'ladi? Ularga
qancha sig'imdagi maktab kerak, qancha sig'imdagi bog'cha kerak degan masalalar o'rganilyapti. Mahalla darajasiga tushdi urbanizatsiya bugun. Mahalla qanday o'zgaryapti va bugungi kunda o'sha yangi O'zbekiston mahallalari ham bunyod etilgan. Umuman siz istiqomat qiladigan hudud menimcha Sergeli tumani edi. Mana bizning mahallada ham domla qurildi. To'g'ri, ko'p narsa raisi o'ziga ham bog'liq narsa ekan, chunki masalan men o'zim qurmaysan bu yerda deb to'polon qilib qatliga borib ko'p imoratlarni domlan qurdirmadim. Chunki o'sha mana misol uchun bular qurilishga связан odam bo'lsa, согласовать qilgan joyda mahalla raisining qo'li ham pechati ham borda. Agarda mahalla raisi qo'l qo'pchada bosib beradigan bo'lsa, значит aholi nomidan rozilik bergan hisoblanar ekan. Qo'l qo'ymadik, qurilmadi, aytganda yashil makon joylar qoldirdik, bog' qilib qoldirdik. Lekin yangi dom tushdi, surxondaryolik bolalar qurishdi, zo'r dom. Kirib hamma aholi so'raydi, gaplashib bering, rais buva 14 million. Qani mana 1 kvadrat metr 14 million. Qaysi mantiqqa to'g'ri keladi? Daromad qaysi yosh oila borib shu yerdan uy oladi? Hamma narsani tushunadi. Lekin ras agar siz mana hozir ukamiz gapirdilar, okamiz gapirdilar, yosh oila ko'payayotgani haqida gapiryapsiz, qayg'urib gapiryapsiz. Misol uchun uy joy muhtojligi 1 million oshiq kechirasiz-ku, ko'taradigan bo'lsangiz, masalani uni dostupnostini ham aholiga olishga imkoniyati borligini ham hisobini olinglar-da. To'g'ri, siz quruvchiga ayta olmaysiz. Men 10 so'mlik g'ishtdan emas, 1 so'mlik g'ishtdan qurgan, ayta olmaysiz. Quruvchi o'zi hal qiladi, masalan, proyekt tasdiqlangan proyekt. Lekin narx-navo kelgan paytda kechirasiz-ku. Vasha shunday chalayapti. Endi bilasizmi, to'g'ri masalani ko'tardingiz-da Farhod aka, chunki bundan bir necha yil avval o'sha davlatimiz o'zi uy qurgan va o'sha imtiyozli imkoniyati u darajada bo'lmagan insonlar mana shu uylardan xarid qilishgan. Bugungi kunda xususiy tadbirkorlar mana shu bilan shug'ullanishyapti, ya'ni quruvchilar va bular o'zlarini xohlagan narxini qo'yishadi va ularni ishiga aralashishga menimcha yo'q, bu bozor iqtisodiyotida. To'g'ri, shunaqada. Bozor iqtisodiyoti to'g'risida men hech kim lekin yaxshi masalani ko'tardingiz. Men hech kim bilan tortishmoqchi emasman. Lekin biz nima o'ylagan edik? Mahallada nima gap deganlar uchun Savolni ozgina o'zgartirib beraylik. Bularga masalan urbanizatsiya jarayoni, ya'ni shaharlashish, ko'p qurilishi narx-navoni tushishiga ham sabab bo'la oladimi? Juda ham nozik masalani aytdilar. Bu haqiqatan bor. Agar hozir qurilish bo'lmaganda, hozir agar qurilishni urbanizatsiyaga qattiq e'tibor berib, katta shaharlarni qurishga e'tibor berilmaganda, hozir uy bitta kvadrat metr uyi narxi 14 million emas, 28 million bo'lardi. Raqobat yo'q million bo'lardi. Eng muhim masala nimada? Eng muhim masala hozir mana aytgan gaplariga meni fikrim shunaqaki, aynan o'sha hududlarda sanoatni, xizmat ko'rsatishni, tadbirkorlikni rivojlantirishdan maqsad nimada? Aholi o'sha to'laydigan pulini ishlab, mehnat qilib topishiga yuqori haq to'lanadigan ish joyi bo'lsin degan masala asosiy ustuvor vazifa sifatida turibdi. Bu juda ham muhim. Endi bu yana bir boshqa jihati bor. Endi iqtisodiy nuqtai nazardan men aytishim kerakki, baribir bu ham aholini ko'proq o'sha maosh oladigan ishlarda ishlashga motivatsiyasini ko'paytiradi. Mahalla raislari mana o'tirishibdi, ularga ham savol bermoqchimiz. Asosan qurilishlar mahallalarda bo'lyapti va mahallalarda aholini qiynayotgan masalalar ham bor. Bu haqda ham gaplashdik. Umuman mahallani ko'rinishiga qanday ta'sir ko'rsatyapti va aholini eng ko'p murojaatlari qaysi masalalarda bo'lyapti? Mana bu savolingizga men 1989-yil dekabr oyida Sergeli tumaniga ko'chib borgan bo'lsam, mana hozir men yashayotganimga 36 yil bo'libdi. Ayniqsa bir 10 yil, 15 yildan buyog'iga Sergelini tanib bo'lmaydigan darajada bo'lgan. Bir opamiz aytdilarki, Qumrixon birga sovchilikka borib kelaylik, Sobon ko'chasiga bordikda, sovchilikka borsak, aytdilarki, sizlar qayerdansizlar desa, Sergelidanmiz desa, yo'q, Sergeliga biz qiz bermaymiz deb aytdilar. Hozir to'g'risi bu narsa shunaqa bo'lgan. Mana hozir men o'zim yoshim mana 70 ga qarab ketayotgan bo'lsa, bir sal nari beri joydan uchastka olaylik deb bolalarim aytsam, aytdim, yo'q, ketkim hech ham kelmaydi. Ayniqsa hozir 4-5 yilda ichida umuman tanib bo'lmaydigan darajada. Ko'chalarimizga borib ko'ringlarsizlar. Sergeli deganda ko'zni quvontiradigan eng katta bir shahar qurildiki, Yangi Hayot shahari. Mana bular aytayotdilar, o'sha qurilgan joyda maktab ham bor, poliklinika ham bor, keyin o'quv markazlari ham bor. Bizda mana hozir anaqa ehtiyojlari, masalan, aholini juda ham Sergelida yashashga odamlarning talabi juda kuchli.
man shunaqa xursand bo'lamanki, to'g'ri endi oldin qanaqa bo'lgan bo'lsa, hozir bizada rivojlanish, mana shu bizani o'zgarishlar juda katta. Mana hozir bular juda ham xursand bo'lib gapirdilar. Men ham sherikman bularning xursandchiliklariga. Chunki hayot soddadan murakkabga qarab rivojlanadi. Masalan, bizning hududimizda ham, mahallamizda aytaylik 5 yil oldin 2,5 mingta aholi bo'lgan bo'lsa, hozir 100 ta aholiga 5 yilda ko'payib turibdi. 1000 taga ko'paydik. Albatta, atrofda qulayliklarni yaratish kerak, ish o'rinlarini yaratish kerak. Odamlar hali aytdilar, komfortda yashashga haqli har bir inson. Biza men shuni aytmoqchiman, hokimimiz tomonidan yangi taklif berilganda, demak, xizmat ko'rsatish markazi bilimdon mahallasi hududida yaratish takliflariga hammamiz xursandchilik bilan chiqib keldik. Bu 5 etajli xizmat ko'rsatish markazi ham yangi ish o'rinlari yaratiladi. Ham biz atrofga qarab yugurmaymiz, 1 kilometr u yoqqa, 2 kilometr bu yoqqa, hammasi o'zimizning hududimizda bo'ladi. O'zi mahallamizda drayveri xizmat ko'rsatish va savdo sotiqga mo'ljallangan. Shunda ham bizga ham ba'zi bir qulayliklar, yetishmovchiliklar bo'ladi, muammolarimiz yetarli, lekin uni biz o'zimizni mahallamiz miqyosida o'zimiz hal qilishga harakat qilamiz doim. Biz mana shu orada bir narsaga ahamiyatlilarni qaratmoqchiman. Mahallamiz aholisi sizlarni yangi hayot tok-shou ko'rsatuvinglardan juda ham minnatdor. Chunki sizlar eng dolzarb, eng muammoli bo'lgan mavzularni olib chiqasizlar. Har bir muammoni hal aytilay po polочкам deb. Shunda chiroyli qilib mutaxassislar yordamida tushuntirish berasizlar. Tushunmagan odamlar albatta aytishadi, "Voy, gap bu yoqda ekan, mana bunaqa ekan" deb. O'shaning uchun sizlarga aholimiz nomidan juda katta rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Gullab yashnanglar xudoyim. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Albatta fursatdan foydalanib barcha ekspertlarimizga rahmat aytamiz. Bugun yurtimizdagi qurilish jarayoni, urbanizatsiya jarayonidagi ko'plab ma'lumotlarga dasturimiz asnosida ega bo'ldik va shunday xulosa qilishimiz mumkinki, urbanizatsiya bu faqatgina binolarni yoki uylarni qurilishi emas, bu albatta insonlarning kelajagini o'ylab qilinayotgan ishlar, insonlarning xavfsizligi va qolaversa sifatli hayot tarzini amalga oshirishi yangi bir imkoniyat. Urbanizatsiya bu zamonaviy uylar, qulay infrastruktura, xavfsizlik va shu bilan birgalikda insonlar yashashi uchun qulay shart-sharoitlar ekan. Shubhasiz bu jarayon davom etadi, hali davom etar ekan. O'ylaymizki, albatta bizni yashayotgan shahrimiz ham o'zgacha ko'rk va tarovat uzatadi va aytib o'tilgandek, bizdan keyingi avlodlarga faqatgina obod yurt, farovon mahallani qoldirishga sazovor bo'lamiz. Siz Sevimli telekanalda Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousini tomosha qildingiz. Ertaga 16:00 da Sevimli telekanalda yana siz bilan ko'rishguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Xayr.